Farg'onada ozish uchun to'g'ri ovqatlanish necha pulga tushadi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Bugun o'rtoqlar, proyektimiz a'zosi Abdulaziz bilan Korzinkaga kiramiz. Korzinkada nima ish qilamiz? Korzinkada biz bugun tuzgan menyu bo'yicha qo'limizdan kelgancha oddiy qilib, juda ham turli xil har xil qiyin ovqatlarni qilmadik. Hammamiz biladigan grechka, guruch, tovuq go'shti, tuxum, shunga o'xshagan produktlar, ya'ni masalliqlar bilan bir haftalik menyu tuzib, uni sizlarga ko'rsatib beramiz. Birinchi kerak narsa Korzinkada teleshka. Nimaga? Sababi biz kunlik gaplashganimizdek kunlik nimamiz miqdori, kaloriyamiz miqdori 2600-2700 ga to'xtayapti. 2600-2700 kaloriyani hozir eng oson usullar bilan, eng jonga tegmaydigan variantlar bilan Korzinkadan hozir yig'amiz. Birinchi, eng muhim, eng organizmimizga kerak bo'ladigan doimiy zarur narsa uglevodlardan boshlaymiz. Sababi uglevodlar, ayniqsa sложный uglevodlardan tashkil topsa, sizga ancha oson bo'ladi. Nimaga? Glikemiический indeks degan narsa bor. Abdulaziz, glikemiический indeks siz ovqatni yegan paytda qondagi shakar miqdorini qanchalik ko'tarilishi deganida. Agar siz yeyotgan ovqatda, taomda glikemiический indeks qanchalik baland bo'lsa, siz yegan narsangizdan o'sha momentda, o'sha paytda o'zida maza qilasiz, qo'pol aytganda, organizmingiz kuch oladi, lekin juda ham tez u kuch chiqib ketadi yoki yog'ga aylanib ketadi. Yoqqa. O'shaning uchun sложный uglevodlar olinadigan bo'lsa, glikemiический indeksi past bo'lsa, u sizga nimaga yordam beradi? Kun davomida organizmda uzoqroq vaqt to'q his qilishga yordam beradi. Omelasizlar. Xo'p. Biz guruchdan ko'ra grechkani tanlashga qaror qildik boshlanishiga. Grechka ham guruch ham olaveramiz, sababi baribir odam zerikishi mumkin. Xola bir kundan qilib yoki meni zo'r o'zimni doimiy ishlatadigan life hackim bor. Ikkalasini agar birdaniga pishirib yuborilsa yoki alohida pishirib turib aralashtirib yuborilsa, o'sha delissimo bo'ladi. Xo'p, biz bir haftalik bozorlikni boshladik. Bunda bizga eng kerak bo'ladigan narsa aytganimizdek uglevod. Biz undan grechkani tanladik. Xo'p, grechka bizga bir hafta davomida, xudo xolasa 700 gram o'rtasida kerak bo'ladi. Biz 900 gram olyapmiz. Xo'p, keyin kerak bo'ladigan narsamiz suli yormasi, ya'ni ovsyanka. Ovsyanka eng men o'zim bilgan eng foydali va to'yimli, eng maza qiladigan nimalardan bittasi, nonushtalardan bittasi. To'g'ri, uni любой payt yesa bo'laveradi, lekin nonushta uchun zo'r variant ovsyanka. To'g'ri, uni ham anaqa plus minus joylari bor. U haqida keyin alohida gaplashamiz. Lekin hozir siz bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa, biz shunday narsa tuzyapmizki, haftada bir kun tuzilsin, o'sha narsa 7 kun davomida ushlab turilsin, oson bo'lsin, qiynalilmasin. Masalan, Abdulaziz kechadan aytayapti, nima ishga o'ylanib qolyapman deb. Shu narsani siz oldindan tuzib olsangiz, nima yeyishingiz aniq bo'lsa, o'zingizga qiyinchilik tug'dirilmaydi. Ertalab turdingiz, aniq nima yeyishingiz. Yedingiz bo'ldi. O'shanda ovqatga как topливо, ovqatga nisbatan haqiqiy energiya manbai sifatida qarash boshlanadi. Undan bir maza qilish emas maqsad. U sizni kun davomida ishlatayotgan energiyangizni, kun davomida qilayotgan harakatlaringizga kerak bo'ladigan energiyani beradigan narsami? Bo'ldi. Boshqacha qaramang, o'shunga loyiq narsani, foydalisini yeng bo'ldi. Xo'p. Suli yormasi, ya'ni ovsyanka. Oqtarib topib oldik. Suli yormasi 400 gramlik upakovkada bor ekan. Undan kattalari ham bo'lsa kerak, lekin biz topa olmadik. 700 gram kerak bo'lar ekan, bu yerda 400 ekan. Ikkita olamiz, 800 bo'ladi. Keyin yana ma'lumot uchun, suli yormasi, ya'ni ovsyankani ham xili ko'p bo'ladi. Переработка, ya'ni qayta ishlangani, misol uchun 5 minutda tayyor bo'ladigani, 3 minutda tayyor bo'ladigani degan variantlari bor. Ulardan to'g'risi tavsiya qilmaymiz. Eng zo'r variant mana unga o'xshagan yiri butunini olish kerak. Sababi eng ko'p kletchatka, eng ko'p foydali nimalar mana shunda qolgan bo'ladi. Mana shundan siz maksimal organizm uchun kerakli narsani olishingiz mumkin. Uglevodlarni ancha miqdorda yengillatib oldik. Endi oqsillarni bazasini to'ldiramiz. Bizga grudinka kerak, tovuqniki. 3,5 kilo. Bir haftaga 3,5 kilo toza yog'siz tovuq grudinkasidan foydalanamiz. 3,5 kilo olyapmiz o'shaning uchun. Misol uchun qanchadir miqdorini tayyorlasa ham, qolgan miqdorni morozilkaga solib qo'ysa turaveradi. Tuxum
tuxum olishimiz kerak bo'ladi, lekin tuxumdan oldin biz sabzavotlarni sekin ilib o'tib ketamiz. Sabzavotlarda ham turi ko'p. Sizning organizmingizga zarar bo'ladigan, misol uchun ko'proq kletchatkali, ko'proq qo'shimchaliklari, misol uchun ko'rsak bo'ladi, lekin ba'zi yana aytganimizdek eng oson, eng sodda bo'lishi uchun bizga pomidor bilan bodringni o'zi yetaveradi. Misol uchun mana shunaqangi upakovkadagisini ham olsak bo'laveradi. Endi anu o'lchab oladigandan olsak arzonroq tushadi, lekin biz video olyapmiz. Bizga bir haftada 28 ta tuxum kerak bo'ladi. Bitta kletkada nechta tuxum bo'ladi? 30 ta. 30 ta bo'ladimi? 30 ta tuxum olamiz. 2 ta qarz bo'ladi. Qaysini olamiz? Oddiy o'zimizni tuxum 30 dona bo'lar ekan. Xo'p. Yana o'tar ekanmiz. Past baholaydi kartoshkani uglevod masalasida, lekin uglevod agar uglevodni to'ldirish bo'lsa maqsad kun davomida, kartoshka sizga eng zo'r variant bo'ladi. Nimaga? Uni yeyish oson, u organizmga tez so'riladi, u organizmga tez quvvat bo'ladi. Undan tashqari ichida kletchatkasi ham zo'r, og'irlik qilmaydi oshqozonga. Misol uchun boshqa variantdagi uglevodlarni zo'r yeyishingiz uchun siz juda ham ko'p yeyishingiz kerak. Oddiy grechkani o'zidan ham uglevod to'ldiraman desangiz, akam o'sha yerdagi ko'rsatadilar, bir jon bo'ladi agar. Siz yoniga kartoshka qo'shadigan bo'lsangiz, uni pyure qilib yoki boshqa bir variantlarda sizni kunlik uglevodni normasini olishingizga ancha zo'r yordam beradi. Xullas, kartoshka bizga 1.8 kilo bir haftaga o'rtacha kerak bo'ladi. Biz 2 kilo olamiz. Undan ham zo'r yo'li mana bunaqangi tayyor kartoshkalar bor ekan, 3 kilo. Mana shundan olaveramiz. Pomidor bodring salatlarimizga qo'shib yegani albatta zelen, ko'kat olishimiz kerak. Sababi ko'katda ham mikroelementlar juda ham ko'p. Undan tashqari organizmda oqsilni sinteziga va uglevodlarni zo'r so'rilib, ularda organizmda zo'r tarqalish uchun ham ko'katlar juda ham yaxshi rol o'ynaydi. Xo'p. Menga qolsa-ku bitta priyon pishida bitta puchok yeb olsa bo'ladi, lekin biz o'rtacha bir haftalik ratsionimiz uchun bir 2 voqcha nima qilamiz? Ko'kat olamiz. Bir bog' ukrop, bir bog' kashnich. Yana bu salatimizga iceberg qo'shsak bo'ladi, salat bargi deydi yoki oddiy oq karam, bu ham juda ham yaxshi ishtahani bo'g'ishga yordam beradi. Sababi buning ichida kletchatka ko'p, yog' eritishga ham yaxshi yordam beradi. Biz qo'limizdan kelgancha minimalniy nabor qilayotganimiz uchun shuni o'zi bilan kifoyalanamiz. Uglevod va oqsillardan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega bo'ladigan yana bitta narsa bu yog'lar. Kun davomida yeyotgan yog'larimiz bizning organizmimizdagi gormonalniy balans uchun, sochlarimiz, tirnoqlarimiz, terimiz sifati uchun, bundan tashqari oddiy настроениямiz uchun ham ko'pchilik bu narsani yaxshi biladi. Misol, sifatli yog'larda ko'p yeganingizdan keyin organizm o'zini yaxshi his qiladi. U har tomonlama zarur narsa. Biz o'sha yog'larni o'rnidan to'ldirish uchun ovqatlarimizga o'simlik yog'lardan qo'shmaslikni hisobga olgan holda bundaqa oddiy o'zimizni grechskiy yong'oqlarni qo'shishga qaror qildik. Bizga haftasiga где-то 300-350 gram kerak bo'ladi. Misol 200 gramlik pachkadan biz 2 ta olsak, bir hafta davomida yog'ni kamchiligini shu bilan to'ldirib olamiz. Biz olgan tovuq go'shti, grudinka, u oqsil manbai, животный, ya'ni hayvondan olinadigan oqsil manbai hisoblanadi. Biz unga hazmga osonroq bo'lishi va tayyorlanish tezroq bo'lishi uchun ham oqsilni osonroq olish yo'li bu tvorog. Tvorogda vez tashlayotgan do'stimiz iloji boricha yog'sizrog'ini olishga harakat qilinadi. Xolasa o'zini, xohlasa misol uchun olingan yong'oqlarni qo'shsak bo'ladi yoki oddiy kam foizli qatiqni ham qo'shib ichishga qulayroq narsa tayyorlasa bo'ladi. Bu ayniqsa kechqurun agar uxlashdan oldin yeyiladigan bo'lsa, ertalabgacha agar atoklarga moyilligi yo'q odamlarda ertalabgacha organizmni oqsil bilan ta'minlab, aminokislotalar bilan to'yintirib turishga zo'r yordam beradi. Mana 0.5% tvorog, Rush Milk'ga 350 gram ekan. Bizga o'rtacha hafta davomida yog'siz tvorog 2 kilo kerak bo'ladi. Biz hozir aytaylik, masalan, tvorogni o'zini bir 2 dona nimada olaylik. Shunga qarab yana qo'shamiz.
haftalik ratsion tuzilishida mevalar ham ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Sababi siz kun davomida mevani yetarli yeganingizdan keyin organizm undan fruktozani oladi. Fruktoza, ya'ni endi aqlli gaplardan tashqari, ular organizmda shirinlikka tortish degan narsa bor. Misol doimiy yeb yurgan odam uchun bir narsani qisib qo'ysangiz, sekin nima deydi, ya'ni bu ishni qilmaslikka harakat qilish boshlanadi. O'shaning uchun misol olingan tvorogga yoki kun davomida misol ertalab tayyorlangan ovsyankaga bir dona, ikki donadan banan qo'shib yeyilsa, u sizni kun davomida sizni yana ham energichliroq qiladi. Hozir so'radilar, eng oson energiya olish nimasi qaysi deb. Bu degani kunda organizmga eng tez va eng zo'r energiya beradigan narsa shakar. Shakar doim organizmda energiya manbai bo'ladi. Endi uglevodlarda eng tezi shakar. O'shini o'rnini egallashi mumkin bo'lgan narsa fruktoza, ya'ni mevalar. Mevalarda ham o'zining me'yori bor, o'sha me'yoriga qarab turib yeyiladi. Kun davomida yeyilayotgan, bularda ham kaloriyasi bor. Misol uchun bitta banan, mana shu ko'rib turgan bananingiz 100 kilokaloriya bo'ladi. Bunda 95, endi katta kichkina, bu 90 bo'lsa kerak. Kichkinaroq. Ular o'shanga qarab turib, bu ham iloji yo'q sizni kunlik kaloriyangizga qo'shimcha kaloriya. Bo'ldi. Buni yedim, ishtim o'zgarmaydi, bas. Bunda ham o'zgarish bo'ladi. O'rtacha bir haftada bizga 7 dona banan kerak bo'ladi. Kuniga bittadan yeganimizda mana sizga 6 ta. Mana. O'lchab kelasiz. Taroziga. Xullas sizlar bilan bir haftalik nimani oldik, masalliqlarimizni olib oldik. Hozir ularni mana kassaga qo'yapmiz. Summani sizlar bilan bo'lishamiz. O'shan bilan ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Sog'lom ovqatlanish qimmatmi siz uchun yoki arzonmi? Hafta davomida yeyiladigan kaloriyalarni hozir bitta-bittalab hisoblab sizlarga chiqarib qo'yamiz, bilib olishlaringiz uchun. O'rtoqlar, sizlar bilan bir haftalik bozorlikni qilib chiqdik. Bu bizga 418 ming so'mga tushdi. Agar kunlik hisoblaydigan bo'lsak, 59700 so'm, 60 mingdan to'g'ri kelyapti. Bu endi bitta oddiy yengil abitda ham puli bas. Obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziq ma'lumotlar hali oldinda.